O'rtoqlaring tog'ni yo'lda avariya bo'pti. Sen kimni chaqirding? Pul qani? Qanaqa pul? Esingda yo'qmi? Yo'q, esimda yo'q. Menga qarang, qachongacha bunaqa yurmoqchisan, o'rtoq? Sal u yoq-buyog'ingga qarab ish qilsang bo'larmidi? Mendan xafa bo'lmagin. Men sen bilan qiyomatda ham birga bo'lishni xohlayman. Agar bir oyning ichida yana ibodatga qaytadigan bo'lsang, men o'zim senga $1000 beraman. Bo'pti, beraman. Gap. Alo. Assalomu alaykum, xola. Kim? Onang so'rayaptilar. Nima? Ali, assalomu alaykum ona. Nimaga telefoning o'chiq? Uzr, ona, telefonim o'chib qolgandi-da. Sendan qanchalik xavotir olayotganini bilasanmi o'zi? Tinchlikmi ona? O'rtoqlaring tog'ni yo'lda avariya bo'pti. Allohu akbar, Allohu akbar. Men bu va'da qilingan pul. Buni endi menga keragi yo'q. Nimaga? Chunki o'sha mashinada men ham bo'lishim mumkin edi. Dachaga ketayotgandik. Shunga seni ham oliylik dedik. Yo'q, dachaga ketyapsizlarmi? To'xtanglar, bugun sana necha o'zi? 25. Uzr, lekin o'zingizlar borib kelaveringlar. Keyingi safar aniq boraman. Hop. Mana shu pullarni olaman deb o'rtoqlarim bilan birga bormagandim.